Bismillahirrahmanirrahim. Muhtasarul Quduri Hanefi mazhab fiqhisi. 40 bab Babu qada'il fawaid. O'qiyolmay qolgan namozlarning qazosini qilish. Bir vaqt namozni o'qiyolmay qolgan bo'lsa, dal vaqtida namoz o'tib ketdi deganlik bo'ldi. Andan keyin qazosini isi kelganda qiladi. Ammo yana bir vaqt namozning vaqti kirib qoldi. Biz buni salatul vaqt deymiz. Mesela peşin okumağan, əsrinin vaxtı kirib qaldı, tex əsrinin okumağan. Bu cəhət qana qıldı desə, peşin aval oquydu, andan keyin əsrini oquydu. Amma hazır tex okumağan namazdan keyin ötüb ketişidən, vaxt çıxıb ketişidən əsrəb qalsa, qaza bo'lib ketgan namozni hozirgi namozdan keyin oquydu. Agar bir qancha namozni o'qiyolmay qolgan bo'lsa, qazosini qilganda asli tartib qanday bo'lsa, shu tartib bilan qazosini qiladi. Ammo 6 rakat namozdan ortiq namozni o'qiyolmay qolgan bo'lsa, tartib tushib ketadi. Tartib bo'yicha o'qimasimi bo'ladi. Babul awqati allati tukrahu fiha as-salat. Namoz o'qish makruh bo'lgan vaqtlar qaysi? Kun chiqayotgan chaqda namoz o'qisak bo'lmaydi. Tush vaqti kun osmonda tiklashgan vaqtda o'qisak bo'lmaydi. Kun petayotgan chaqda namoz o'qisak bo'lmaydi. Jinoza namoz o'qisak bo'lmaydi mush vaqtlarda. Sajda tilovat qilsak ham bo'lmaydi. Lekin kun patay deb qolgan shu vaqtda asr namoz o'qisak bo'ladi. Shu kunning asr namozini o'qisak bo'ladi. Bir rakat namoz o'qishga ulgarsakmi, asr namoz o'qigan bo'lmaz emasmi? Asr namozida o'qiyamiz, lekin kun petib ketish oldi turibdi. Bir vaqt namoz, bir rakat namozni o'qibla kun o'ltirib ketish mumkin. Lekin shunday ahvoldami asr namozini o'qis bo'ladi, o'qimagan bo'lsa demakchi. Bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin kun chiqishlik nafla o'qish makruh. Ondan asr namozini o'qib bo'lgandan keyin kun patqicha nafl namozlarni o'qish bu makruh. Ammo shu vaqtda o'qiyolmay qolgan namozlarning qazosini qilsa mushkuli yo'q. Tilovat sajdasi qilsin bo'ldi shu vaqtlarda. Ya'ni bomdodni o'qib bo'lib, bomdod bilan kun chiqish bo'lgan arliq, asrni o'qib bo'lib, kun o'ltiruvchi bo'lgan arliqda demakchi. Lekin boya degandek dal kun petayotgan yoki kun chiqayotgan yoki dal shu vaqtda kun tiklashgan vaqtda o'qimaydi demakchi. Tilovat sajdasini qilmaydi. Jinoza namoz o'qisin bo'ldi bu vaqtlarda. Adi nafl namoz o'qisak bo'lmaydi. Mutlaq nafla. Men namoz o'qib, farz namoz emas, lekin shu namoz o'qib Allohga yaqin bo'lay, Allohga ibodat qilay desa bo'lmaydi demakchi. Bunday vaqtda, mushuk vaqtda yana asr bilan kun o'ltiruvchi bo'lganlikda, bundan keyin kun chiqishi bo'lganlikda tavob namozini o'qimaydish kerak. Bomdod namozidan keyin bomdoddan keyin 2 rakat sunnati. Bundan ortiq nafla o'qisak bo'lmaydi. Ya'ni bomdoddan keyin sunnatni o'qimaylar, farzni o'qi deymizlar jamoatlar. O'qib degandek sunnat qolib qolgan, sunnatni o'qisa bo'ladi, 2 rakat boshqa nafla o'qimaydi. Shamdan ilgirimi nafl namoz o'qimaydi. Faqat shu asr namoz o'qiyolmay qolganimiz o'qiydi, lekin asr namoz o'qib bo'lib, uni o'qimaydi demakchi nafllarni.